PUBG'ni 6 yildan beri o'ynagan o'yinchi sifatida novichoklarga beradigan maslahatlarim. Sizlardan har doimgidek like va подписка, mendan esa sifatli kontent. Ближний bo'yda qattiq otishadigan bo'lsa, sizda bu funksiya albatta yoqib bo'lishi kerak. Agar ochiq bo'lsa yoqib qo'ying. Настройка o'tamiz, продвинутое управление и audio metkada klassik rejim qilamiz. Ya'ni ochayotgan paytingiz mana bunaqa belgilar chiqadi. Kartaga qarab ovora bo'lib, ortiqcha vaqt sarflaysiz. Keyingi berilgan maslahatim bu novichoklarga. PUBG'ni endi boshlagan bo'lsangiz, mana bunaqa rivokis past bo'ladi. Buni to'g'rilash uchun настройка o'tamiz, продвинутое управление va чувствительность рывкani maksimal qilamiz. Mana bunaqa чисто tez qimirlar, mana bunaqa reaksiyalar qilib, uni salgan yakunda sizlarda tushunasizlar. Keyin ko'rsatganim ko'pchilik odam bilmasin. Qaranglar, bu kruгозор 2-etajgacha, 3-etaj ko'rmaymiz. Как бы iPad versiya qilish uchun nima qilish kerak? Настройка o'tamiz. Продвинутое управление pastroq tushirsak, третье лицо. Uni maksimal, ya'ni 90 ga qo'ysak, как бы iPad versiya va 3-etajdan bemalol ko'ra olamiz. Agar videoim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. 2000 ta likedan keyin qismi chiqadi. Videoning tagiga izoh qoldirishingiz mumkin. Men hammaning niyasini o'qiyman. Hammaga omad, sog' bo'ling. Mikrofonda diktator. Aytgancha, arzon narxlarda yuz kerak bo'lsa, diktator 100 store.